yoshligingizda bu seriallarni ko'rmagan bo'lsangiz, значит yoshligingiz bekor o'tgan. Afsungar Merlin, agar 10 ballik sistemada ball berish kerak bo'lsa, 10 dan 100 berardim. Именно Merlin uchun. Chunki Merlin o'sha vaqtlarda qizlarning krasavchika bo'lgan. Artur yaxshi ko'rgan qizlar ham o'sha vaqt topilgan. Lekin Artur nima uchun o'sha qora qizni yaxshi ko'rib qolganini hozirgacha tushunib yetganimiz yo'q. Lekin har doim sovuqqonli odamlarni tortadi deb bekorga aytishmagan. O'shligimda elektrotset palton bo'lardi. И прям kapshonkasi asasilanga o'xshagan katta edi. Xuddi o'sha Marganani bosh kapshonkasiga o'xshardi. Ustidan tashlab qo'yadigan narsasi nimaligini va unutib qo'ydim. И o'sha paltoni kiyganda har safar ichimdan qanaqadir Margana uyg'onardi-da, qo'limni shinoqqa bir nimalarni sehrlab qo'ysam deb o'ylardim ichimda. Ikkinchisi istopar. Ishoninglar, o'sha vaqtda istopar ham hamma qizlarning krasavchika bo'lgan. Lekin o'sha serialdagi blondinka Kara xonim istopardan ham ko'proq fanat yig'ishga sazovor bo'lgan. Hatto yovuz Kara xonimning asl oilasini ko'rganimda rosa ham hayron qolganman, ishoninglar. Va albatta Rohiba xonimning sehrli kuchi hammaga qiziq bo'lgan. Lekin o'sha yoshimda именно Rohibaning sehrli kuchini ich-ichimdan takrorlab ko'rganman. Hozir qaraganimda shuni sehrlanib qolsa-ya deb ichimdan o'tkazganman. Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? Va oxirgisi serial emas, kino, ya'ni Harry Potter. Prekinchi o'sha vaqtda Draco Malfoy meni juda ham qiziqtirgan. Xullas, hamma qismida Draco Malfoy bilan Hermionening birga bo'lishini juda ham xohlaganman. Obuna bo'lishni unutmaymiz.